Akbar yig'gan pulimiz yetmayapti. Qanaqasiga yetmaydi, hammasini hisob-kitob qildik-ku. Hop, sog'iga yetyapti, lekin o'zimizdan borib kelish yo'l kiramiz bor. Qornimiz ochib qolishi bor. Chanqab qolishimiz bor. Ha, unda 30 mingdan yana yig'ib yuboramiz. Bo'l, bolalar 40 mingdan tashlashib yuboraman deb. Davay. Mana qara, Nilu sen qiz bolasan, qizligi nima sog'i ko'proq yoqadi, aytgan shuni. Qizligiga Google, iPhone, Dyson yoqadi. Ha, shunaqa narsa yoqadimi? Mayli. Orzuga ayb yo'q. Yoqtirib yuraveringlar. O'zi kreditni to'la olmayapman. Mana qara, Akbar hamma bola qizni ustozga ham sog'iga pul yig'ayotgan ekan. Men pul bermayman. Nimaga bermaysan? Mana oyim sovg'a olib kelganlar. Nima sog'i ekan? Xrustalniy vaza. Qara bo'lmasamchi, hammadan pul yig'ib olamiz-da. Sani sog'ingni butun sirp nomidan berib, pulni bo'lishib olamiz. Menga ham pul berasan? Ha, beraman 30-40 ming. Voy, tez bo'log'iga taqillatib tashlashyapti. Sabr qilib turlaring, bizga kerak emas, sal uchun harakat qilyapmiz. Bor, tavba qildim. Sog'i ko'rmaganmi bular? Yig'ilgan puldan qolgani? Qolgan. Ketdik endi kontrga.